Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mo'min kishining har kuni qiladigan bir amallari bo'lishi kerak. O'shalardan bittasi har kuni ma'lum oyatlarni, ma'lum hadislarni va ma'lum varaq kitoblar o'qilmoqlik kerakdir. Bugungi kunning ofati, Alloh o'zi saqlasin, telefon bizni vaqtimizning katta virusiga aylandi. Kitob o'qishlik insonning qalbini ochadi, umriga barakot beradi, zehnini charxlaydi, aqliga aql qo'shadi, donolik, uzoqni ko'radigan katta bir ilmni olib keladi. Shuning uchun ham birodar, har kuni bir pora Qur'on o'qishlikni, 10 ta hadis, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ma'lum bir tarixdan kitoblar o'qishlikni o'zingizga odat qiling. Keyin esa umringiz oxirida siz tom kitoblarni o'qib qo'ygan bo'lasiz.